Mana bu yerda yozib qo'yibdi. Hamkor bo'lish uchun biz bilan qaysi kanalingizda taylang deyapti. Hamkor ulamoqchi bo'lgan kanalimni tayladim. Bu yerda so'rayaptiki, biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan birorta Telegramni bering deya. Bu Telegram user yoki nomeringizni so'rayapti. Xo'p, men hozir va uni nima ko'r. Xo'p, mana uni userni taylaysizlar. Xo'p, atvet beradi. Bu yerda nima degan? Hozir bu yerda yozib qo'yilgan reklama beruvchilar bilan ishlash uchun tajribangiz bormi degan. Sizlar bu yerga misol uchun ha, menda tajriba yetarlicha deysiz. Men shaxsiy to'ldirish uchun promo kodimni so'rayman va men va deb muvaffaqiyat berishini xuddi shunaqa deb yozib olasizlar va bu yerda yozishadi. Bu yerdagi gapni ma'nosini uncha tushunmadim bolalar. Shuning uchun hozir qisqacha qilib to'ldirib ketamiz. O'z faoliyatim va bu yerda sizlarning so'rovnomalaringni qabul qiladi. Ya'ni bergan ma'lumotlaringni qabul qilib oladi va javob beradi. Uzog'i 1 kun ketishi mumkin, balki 2 kundir. O'g'illar, bizani Telegram kanaliga obuna bo'lib olinglar. Men bu yerda turli xil promo kodlarni taylab boraman. Ko'rishinglar mumkin. Mana tepada promo kod taylaganmiz. Mana rahmat aka, 120 UC chiqarib oldim deganlar. Men teparoqda bulpas taylaganman. Hamma olgan bolalar. Full reaksiya bosib, obunalar bosib qo'yinglar. Tekinga bu akamizga 180 UC chiqarib ketdilar mana.